Assalomu alaykum, hurmatli baliqchi akalar. Uzoq vaqtdan keyin yana baliq ovlariga keldi mana. Bir oydan o'tibdi. Bugun fursat topib qolib, virillab kelib oldik. Mana shu tochkalarga Xudo xolasa natijalarimiz bomba bo'ladi degan umiddamiz. Mana hurmatli baliqchilarimizdan Bobirjon. Baliqchi Bobirjon usta. Ona Nasibullo degan baliqchi kelyapti. Endi mana joylarimiz. Xudo xolasa natijalarimiz bo'lsa tashlaymiz. Joylar zo'r. Mashinadami? Akalar joylar zo'r. Xudo xolasa joyda baringlar, bu yerni bilganlar biladi. Zo'r joylar. Oh, jonimda. Xudo xolasa bomba qilamiz. Ovlar. Turolinglar mashinalarda. Ha, dahshat joylar. Sazan bor, hammasidan bor dedi. Mabrur mashidan zo'r ushardi. Karaslar. O'tgan yil qishda keluvdi. Bayağı ko'kat ekan. Akalar endi natija bo'lganda syomka qilamiz. Baliqchi akalar mana karaslar boshladi. Ikkita chiqdi, mana bittasi kichikroq, bittasi kichikroqni qo'yib yuboramiz. Kattasini yegani olib qo'yamiz. Yaxshi, Xudoga shukr, 3 ta bo'ldi. Akalar mana o'tiribmiz, natijalar bo'lib turibdi. Ushadim shekilli karas maydalarni qo'yib yuboryapman. Qo'ldan mayda oqim ekan. Neudobniy ekan oqizgan. Zatsep ko'p ekan. Shunga mashida qo'ldanga o'tiribman ekan. Natijani ham ko'rsatib beraman akalar. Ona natijalarim 4 ta ekan. Yaxshi bo'lyapti ular. Ko'plab yegani yarashib usha olsak bo'ldi. Ularga borib, baliqni qo'rtirib yeb, qaytamiz xolos. Sheriklar ish tomonlarda o'tirishibdi akalar. Joylar zo'r, xudo xolasa. Qo'lim soat ketyapti, telefon ushlab turaverib akalar, natija bo'lsa tashlaymiz. Assalomu alaykum akalar. Plan B'ga kelib oldik. Plan birinchi tushgan joyimizda 5-6 ta karas ushadim. Shu keyin tortmay qoluvdi. Endi mana kelib oldik. Ana bu yerdan ham ushadi ana. U bular marinkami? Yo'q, anaqa ekan. G'alati baliq ekan. Amurchimi? 100 grammdan oshiqroq. Yegani bo'laveradi akalar mana. Natija. Akalar marinkalar chiqyapti. Marinka ham qizil yengga chiqdi akalar. Mana joylarimiz tumanlik uchun ko'rinmayapti. Bu yerda bilganlar biladi. Ommaboyev kanali bu yer. Mana. Yaxshi, endi ko'paytiramiz. Buni hadi yeymiz.
O'tgani bu yerdan rosa ushuvdim karasi. Yarim kilolik, 300 grammlik, 400 grammlik karaslar rosa chiqib bo'ldi akalar. Bu yil endi birinchi marta kelishim. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum barcha akalar. Plan B'ga ham, V'siga ham keldik. Cho'ta bugun yaxshi emas. Turibmiz kutib. Mana bor natijalarimiz shu bo'ldi mana. Beta 1,5 kilocha chiqadi. Karas ushlabdi. Marinka ham bor. Plan B'dan ushladi. Marinka. Endi bu yerlarda cho'ta olmayapti. Charjashi bordi shekilli deb o'ylayman. Xudo xolasa baliq ovlarimiz davom etyapti. Yaxshiroq natijalar bo'lsa, syomka qilib tashlayman. Tomosha uchun rahmat hammalarga.